Mana bu manzarani qarang aytdi. Sharsharani ustida turib hech choy ichmagandim. Subhanalloh. Bu O'zbekiston, jannat makon yurtimiz. Subhanalloh. Qalb saodatiga erishishning eng go'zal yo'li, eng oson yo'li qalblarga saodat kiritishdir. Dunyo lazzatlarining eng buyugi boshqalarga yaxshilik qilishdir. Men o'zingizni katta olib, xo'mrayib, boshingizni baland tutib, miskin faqirlarga otib yuborgan pullaringizni nazarda tutmayapman. Men faqatgina qo'lingiz bilan emas, qalbingizni ham qo'shib taqdim etganingizni nazarda tutdim. Bunda qo'lda mol, labda tabassum bo'ladi. Ajr qora tedanadi. Bu qalblarga saodat kirgizadigan, saxovat qiladigan, qalblarni va jismlarimizni obod etadigan, sog'lom qiladigan, o'zimizning halol 100% tabiiy kon foyda mahsulotimiz. Bundan hosil bo'layotgan yaxshiliklarni ko'ryapsizlar. Yetimlarga, miskinlarga ehson qilib qalblarni obod etyapmiz. Har bitta donasini ichayotganingizda mana shu xayolingizda bo'lsin. Men nomimdan saxovatlar, yaxshiliklar, ehsonlar xonadonlarga, haqdorlarga kirib boryapti degan ishonch qalbingizda bo'lsin. O'sha niyatingiz bilan borasiz Alloh taoloning oldiga. Ota-onangizga, yaqinlaringizga, farzandlaringizga ichiring. O'zingiz ham har kuni ichishni odat qiling. Va har bitta donasini ichayotganda mana shu gapim esingizda tursin. Allohim mana nomimdan shu xonadonlarga kirib borayotgan ehsonlarni o'zing eng maqbullari qatorida qabul qilgin va mendan rozi bo'lgin. Inshaalloh mana bu ishlar bilan biz ikki dunyoda faqat yutamiz. Ajrdan oling, ajr oling.